Barchani qiynagan mavzu gibridlanish va buni sizga oson usulda ko'rsatamiz. Demak, ko'ring. Bizda suv molekulasi bor. H2O. Bir narsani yodingizda tutingki, har doim vodorod atomi va inert gazlar ular gibridlanmaydigan atomlar hisoblanadi. Bu yerda gibridlanadigan atom kislorodni davriy sistemadagi guruh raqamini topamiz. Ko'rib turganingizdek, kislorod 6-guruhda joylashgan. Bu guruh raqami kislorodning valent elektronlarini belgilaydi. Demak, kislorodning valent elektronlari 6. Bu valent elektronlarni kislorod atomida joylashtiramiz. Har doim elektron qolgani uchun bitta bizda kislorod bitta bog'liq ketdi. Demak, 6 elektrondan to'rttasi juft holatda qoladi. Kislorod atomi atrofida ikkita juftlashmagan va ikkita sigma bog' bor. Ikkita juftlashmagan ikkita sigma bog'ni va ikkita juftlashmagan elektronlarni qo'shsak, yig'inda 4 chiqadi. Ana shu yig'indan gibriddan chiqaramiz. Demak, birinchisi bu S 3 ta qoladi, gibridlanishi sp3 bo'ladi. Agar yig'indisida 2 chiqadigan bo'lsa, bu gibridlanish sp. 3 chiqadigan bo'lsa sp2. 4 chiqadigan bo'lsa sp3, agar 5 chiqadigan bo'lsa sp3 d ga o'tadi. 6 chiqadigan bo'lsa sp3 d2 gibridlanishlar mavjud bo'ladi. Siz gibridlanishni yaxshi o'rgangan bo'lsangiz, demak sizga vazifa ammiak molekulasida azotning gibridlanishi qanday bo'ladi?